Onajon, keling marhamat. Videolarni zo'rida biz sizga beramiz. Tabriklab qo'yamiz. Bobomiz ketmaysiz. Bobojonimiz ketmay turasiz. Kelinglar videolar yonida. Birinchi bo'lib oilaboshi otamizdan so'raymiz. Marhamat. O'zingiz yaxshimisiz? Bizdan yuzlarga keling. Tug'ilgan kunida hammalaringiz egalaringiz musofir yurtda yurgan bolalarim nomidan bolalarimni tabriklash berganingiz uchun qizlar bo'lsin, o'qimishli bo'lsin, yaxshi joylarga kelin bo'lsin. Saodatli qizlar bo'lsin. Ularni orqasidan faxrlanib yuraylik. Sen yaşarım, gülgimde bol yaşarım. Akalarni taklif qilamiz. Keling, Shahrizoda xonim, Malika xonimni tabriklab beramiz. Keling marhamat. Sözü şirin, Yana-chi? dilim sen yıkılır, yakşıyım sen Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz o'g'il farzandi bo'lasiz, a? Singillaringiz yaxshi qarayapsizmi? Ayting, dadajon, ayajon xavotir olmang, singillarimga yaxshi qarayapman deng. Mana kameraga qarab ayting. Akalarimiz bor bo'lsin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Tabrik so'zlari bormi mehmonjonlarimiz ichida? Keling marhamat. Samimiy tilaklarimizni bildirib o'tamiz. Otajonlarimiz shu yerdalar. Keling marhamat. Kozu çal, kolur çal, gözü çal, hayatımda çalam. Kızın nuru kanam, yüreğimde madar yakşıyım sen var kızanam. İki nurlu yanam, sözü şirin kaymağım. Dilim sen yıkımır yakşıyım sen var. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, og'aynilar, qarindoshlar. Mana bugun bahoriy sabab jajji nevarlarimizni Shahrizoda xonimning tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Barcha og'aynilar fursatdan foydalanib, men mana shu qizimizga uzoq umr, salomatlik, umrlari uzoq bo'lsin, o'qimishli insonlar bo'lsin, xalqqa xizmat qilayotgan bir ajoyib insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Xudo xolar muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar, og'aynilarga muborak bo'lsin tug'ilgan kunlari. Bu qizimiz ham katta o'qimishli qizlar bo'lib, xalqqa xizmat qilayotgan bir ajoyib insonlar bo'lsin. Yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim sen yıkımır yakşıyım sen Bobojonlarni boriga shukr, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Samimiy tilaklar bor bu yerda mehmonjonlarimizdan. Keling marhamat, mana otajonlarimiz shu yerda chiroyli duolarni berib, mana shunday ajoyib qiz farzandlarimizga marhamat. Onajonlar, avvalo sizlarni kasb-korlaringiz bo'lsin. Har bir xonadonga shunday kirib, xursandchilik bilan ishlar bardavom bo'lsin. Mana bayramlarimiz chiroyli o'tdi. Bu oy to'liq bayram. Tug'ilgan kunlar, to'ylar bilan har kun bayram. Har kunimiz bayram bo'lsin. Shunday tilagim borki, olmon deydan olmoshar, shaqqat Haydari gap bor. Onalar bilan otalar shunday insonlarki, havas qiladigan, ashq qiladigan insonlar. Uyim, joyim, baram, chaqam degan insonlar. Ularni tarbiyalagan otalarga ming rahmat. Shunday farzandlarni voyaga yetkazib, kelajagini o'ylab, o'zlarini har adayga solgan ayasi bilan dadasiga ming rahmat. Shaharlik bular. Endi hozir vaqtinchalik qizlarimiz onasi bilan otasiga nasib qilsin. Ularni yaxshi kunlarda duo qilamiz. Biz keksalarga ham umrimizni boricha nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Samimiy tilaklar uchun cheksiz rahmatlarimizni izhor etamiz. Malikaxon
Shahrizoda Xon